Amir avtosalonda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi. 2017-yil 156 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi. Okalar, mashinaga qimmat led, 4 ta yaxshi yumshoq balolar qo'yilgan. Okalar, balonlar zo'r holatda, polностью shumkalargacha ham qilingan. Salon holatlarini ham ko'rsatib chiqsam, okalar, salonlar ham zo'r holatda turibdi. Mashinaga yaxshi qimmat chexol, ko'rlargacha ham solingan. Okalar, texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Temir gaz balonlar ustanovka qilingan. Motor korobka ходовой qismlarida ham hech qanaqa muammolar yo'q. Kuzov holatlari ham zo'r holatda turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, okalar, 4 ta kirlovda shunday kichkina pitnosi bor ekan. Polni detal kraska bo'lmagan, mashina umuman udalari o'zining uchun bir qator polностью tekshirtirib, proverka qildirib olaverasizlar. Mana karnizda ham o'zgina pitnosi bor ekan. O'zining uchun mashina polni tekshirtirib, proverka qilib, nadarsa pluslarni bo'laveradi. Faqat aformtagan, aformt bo'lganligi sababli narxi ham zo'r narx bo'ldi. $7,900 baholandi. Bemalol telefon qilib barak qilishinglar mumkin.